Azbek aka, nimaga non apparat olish kerak? Non apparat Kimlar olish kerak non apparat? Non apparatni agar sizlar 3 qopdan ko'proq qiladigan bo'lsalaring, keyin ishchilaring tez ketib qolayotgan bo'lsa, non apparat olib bersalaring yaxshi. Birinchidan men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bizda 7 qop qilishganda bolalarning qo'li juda mazolli bo'lib ketgan. Keyin non apparat to'xtamaydi, charchamaydi. Bizning non apparatimiz soatiga 780 ta to'xtamasdan agar qo'yilsa, 780 ta non chiqarib beradi. Hech qaysi odam qo'lida uncha qila olmaydi. Nimaga non apparatda 3 silindrlilar bor chiqqan? O'shuni olmagansiz. Masalan, obyemingiz ko'p bo'lsa, ikkitali olgansiz aka. Sabab chunki meni tushunishim bo'yicha, tajribam bo'yicha 3 ta apparat, 3 ta agar silindrli bo'lsa, ikkitasi birinchisi yayib beradi, ikkinchisi formasini chiqarib beradi. O'sha mahalda nondan havo chiqib ketadi, kislorod chiqib ketadi. Nonning ichida droja nima ko'pirtirganda, shu havo chiqib ketsa, bu degani biz ko'proq tindirishimiz kerak. Ko'proq tindirsak, vaqt yutqizib qo'yamiz. Shuning uchun nonlar tezda yopib yuborishadi. Novvoylar shuni hisobiga non podiyom bermasdan yaxshi chiqmaydi non. Qancha bitta bosganda qattiqroq bosib, tezroq ko'tarilsa, qancha agar bizniki spesialniy bizga mana shu Homogenius non apparati chiqaradiganlar imенно biz uchun spesialniy programma qilib eng kichkinasi 1 sekunddan boshlanadi. Bitta bosganda 1 sekund bosadi, ko'taradi. Sizlarga maslahatim, davleniyasini baland qilasizlar va tezda bosasizlar. Unda yayib beradigan kerakli miqdorda yayib berganda tushunib olasizlar. Yana bitta ko'pchilik bilmaydi, nonni podiyomini yoki katta yayib yuboryapti deb bilmaydi. Qolibdi balandroq, pastroq qilsa bo'ladi. Chekishda ham xuddi shunaqa, agar chekich yaxshi chekmasdan nima qilsa, rezbasida tevaroqqa qarasizlar yoki pastroqqa tushirasizlar, non podiyom berib yuborsa, o'shunisiga qarab nastroyka qilib olasizlar. Shu ham esdan chiqmasin. Baland pastligi nimani turishini silindrga nisbatan qolibdi baland pastligi, chekishda baland pastligiga ahamiyat beriladi. Ko'p buzilishi nimadan bo'ladi asosan? Ko'p buzilishi yonida non apparatimizning yonida magnitli klapani bor. Mana magnitli klapan deydi. Mana shu yerda issiq sovuq bo'lganlik hisobiga havoning ichida kondensat paydo bo'lib, suv to'planib, ochib yopmasligini hisobida eng ko'p buziladigan joyi shu. Uni oddiy yo'li buni yechib turib, ichini tozalab olib, quritib, jichcha yog'da nam lattada yog'lab turib, rezinkalari bo'ladi, ichini ochsalaring ko'rasizlar. Shuni yog'lab qo'ysalaring, yana yaxshi ishlayveradi. Agar shu taqdirda ham ishlamasa, o'zlaring bilasizlar, silindrlar pastga tushib qolib, ko'tarmay qoladi. Shunda suv kirib qo'ygan bo'ladi. Agar o'shunda ham to'g'irlanmagan bo'lsa, bu degani ichidagi sxemasi kuyib qolgan. Nimaga kuyadi? Chunki tok baland past bo'lishiga, особенно O'zbekistonda ancha ko'p bo'ladi. Pasayib ketadi, ko'tarilib ketgan hisobiga 24 volt yo 36 volt ishlaydi. O'shuning hisobiga sxemalari kuyib qolishi mumkin. Shuning uchun maslahatim yana bitta, non apparat olganlaringda pullaringni ayamasdan ish to'xtab qolmaslik uchun bizda 1,5-2 ming rubl turadi. Shu 1 kilovatlik stabilizator olib qo'ysalaring, har doim 220 volt tushadi. Biz qo'yganimizdan beri, mana 2 yildan beri Xudoga shukr buzilgan yo'q. Keyin aka, non apparatimizni narxlari qanchaga zakaz qilsa bo'ladi? Rossiyaga kelish qancha bo'ladi? Rossiyaga olib kelib berishi voditellar $400 farqi yo'q katta kichigiga qarab. Mana shu hammasi pashli bir xil razmerda $400 Moskvaga yetkazib keladi. Homogeniusda adashmasam $600 $1,5 ming bor. Bizniki imенно $900 chunki biz uchun imенно biz xohlagandaqa qilib bergan. Agar non zakaz qilsangiz, masalan, qayerinidir boshqacharoq qilib berib, zakaz qilsangiz o'zgartirishlar kiritib berishi mumkin, ha? O'zlaringga moslab kiritib bergan. Bizga masalan hech kimga qilmagan narsani qilib beradi. Bizda prosta qulayligimiz chap tomondaligiga shu tezligini, silindrda sekundini, bu barabanda aylanishini tezligini, keyin o'chirib yoqadigan knopkasini chapga qilib bergan qulaylik uchun. Keyin sizlar olayotganlaringda non apparatni qatga qo'yishlaringga qarab sizlar ham aytsalaring, o'sha joyiga qo'yib berishadi. Keyin yana bitta qizig'i, bizga g'ildiraylik qilib berishadi. Ko'pida g'ildiraylik yo'q. Buni jildirganda, buzilganda juda qulay. G'ildirayda bo'lsa, sekin jildirishga sizlarga ham maslahat beraman. Sirazi 4 ta g'ildiray qo'ydirib olsalaring yaxshi bo'ladi. Keyin yana bitta ko'p buziladigan masala mana воздушный filtr deydi. Shu воздушный filtrda ko'pchilik bilmaydi, davleniyani pasaytirish kerak. Katta nonga davleniya ko'proq qilish kerak, mayda nonga pastroq qilish kerak. Shuning uchun mana shuni ham baquvvatidan yaxshirog'idan olish kerak yoki aytish kerak, qo'yib bering deb qo'yib berishadi. Uni ko'taramiz, keyin buraymiz.
naborot tushirganimizdan keyin bo'ldi, уже burab bo'lmaydi. Mashina turgan holatda ko'pchilik biz ishchilar burab qo'yib, sindirib qo'yadi. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Ko'tarasizlar, burasizlar, kamaytirasizlar, pasaytirasizlar. Davleniyani shunga qarab. Atak tok ishlatishi где-то 300-400 vattdir. Bu juda kam, eng ko'p tokni nima kompressor yeydi. 1 kilovatdan kompressorlar ham 2,5-3 kilovatgacha endi ob'yomiga qarab, bochkasini, litriga qarab. Yana bitta misol, yana agar ko'p qiladigan bo'lsalaring, zuvalani olgandan keyin qo'yiladi, jicha yayib qo'yiladi, non yaxshiroq chiqsin deb. Yayilganda nima doska egiladi, luft bo'ladi. Tezda buzilishi mumkin. Shuning uchun biz ataylab bu tomoniga diskni tagiga mana taxta qo'ydirganmiz. Ko'rinyaptimi videoda bilmadim-ku. Ataylab taxta qo'ydirganmiz, bosilganda luft kamroq bo'lishi uchun. Narigi tomondan ham qo'yilgan, именно biz uchun ko'rsatdi. Shu 4 tomonidan list qo'yib berishdi. Nima Luboy tomondan bosim bo'lganda luft bo'lmaydi. Agar ko'pchilikda ko'rdim, yo'q shu taxta. Bizda o'zimizda ham yo'q edi. Shuni qo'ydirdik. Nonni yayganda, hali bu luft bo'lmasdan tezda bu yerdan buzilmasligi uchun.